Bismillah, assalomu alaykum. Yuksalish Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Mana biz Farg'ona viloyati Yozyovonga xudo xohlasa juda katta bitta oshxona maydonimizni o'rnatdik. Kim yoqqan bo'lsa avval videoni bittadan like qilamiz. Xudo xohlasa kimga xuddi shu oshxona maydoni kerak bo'lsa shu tarixga jo'natib qo'ying. Endi bu rasmiy keladigan bo'lsa 3 metrga 3 metr joyimizga 6 metr joyimizga oshxona maydonini o'rnatdik. Xudo xohlasa bularimizni fasad qismiga keladigan bo'lsa akrilik materiali bo'ldi. Bo'yi balandliklari esa 270 sm bo'ldi. Hop, chekkalarga keladigan bo'lsa plastmassa to'g'ri, hattoki korpuslarigacha plastmassa to'g'ri. Mashinalarimiz eng zo'r. Eng glavniy narsamiz stalishnica bo'lyapti. Stalichnicamizga 5 yil garantiya beramiz. Ishlaydi. Gazda qaynagan narsani qo'shsa ishlasa bo'lmaydi. Suv to'ysa ham, o'tda yaxshi suvni cho'kmasligi stalichnicamiz xuddi shu bo'ladi. Granitlarni ham o'zimiz qo'yib berdik. Xudo xohlasa tepalarni mo'ykalari, suv sho'rkalari, ishlayotganlarga hammasi bu. Mashinamizni eng zo'ridan isbotlash uchun mana men o'zim to'q saytlarda bemalol ko'rishingiz mumkin. Chiqib ko'raman. Mana eshitsa bo'lmaydi. Bemalol xizmat qiladi, xudo xohlasa. Bitta like bosib qo'yamiz shu joyga. Qarashlarga jo'natamiz. Xolodilniklarni ham moslab chiroyli holatda bundan tashqari barcha turdagi mebellar kerak bo'lsa bemalol ekrandagi telefon raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqib, Yuksalish Uz kanalidan chiqdim desanglar, albatta bonuslarga ega holatda bo'ladi. Qo'llab-quvvatlashinglarni so'raymiz. Boshqa gapimiz yo'q, xudo xohlasa.